بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزler muxlis va muxlisalarimiz tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turkum suhbatlarimiz davom etar ekanmiz. Siz azizlardan uzr so'ragan holda yana bir bor fikrimizni aytib qo'ymoqchimiz. Azizlar, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini nihoyatda qisqa holatda bayon beryapmiz. Agar imkoniyatimiz bo'lganda edi, har bir kunlarini, har bir daqiqalarini, har bir olgan nafaslarini birgalashib eslab, xursand bo'lgan joylarda xursand bo'lib, qayg'u ko'rgan joylarda qayg'uga botib, kulgan joylarda kulib, yig'lagan joylarda yig'lab o'tirardik. Lekin vaqtimizni e'tiboridan biz nihoyatda qisqa qilib aytyapmiz. Va yana shuni aytib qo'yishimiz kerakki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarixlari, oilalari, farzandlari haqida kitoblarda juda ham ko'p voqealar, hodisalar berilgan. Afsuski ba'zan mubolag'a bo'lganlari ham, ba'zan uni ichida sahih bo'lmaganlari ham bor ekan. Hatto bizni o'zimizni tomonimizdan ham ba'zan bundan 20-25 yil muqaddam hali internet, hali bunday taraqqiyot bo'lmasdan turib, qo'limizga tushgan har qanday arab tilidagi kitobni sahih bo'lsa kerak degan umid bilan, gumon bilan o'qib, hatto mau'iza qilgan holatlarimiz ham bo'lgan ekanki, hozir bilsak uni ichida juda ko'p voqealari to'qima yoki mubolag'a ekan. Alloh bizni o'zi kechirsin. Lekin hozir endi azizlar, taraqqiyot shunday rivojlandiki, biz internetda o'zida o'tirib, qaysi so'zi to'g'ri-yu, qaysi noto'g'riligini bilib olish imkoniyatini topyapmiz. Shuning uchun ba'zan so'zlarimiz avvalga aytgan mau'izalarimizga munosib kelmasa, yoki ba'zi domlalarning tarixiy voqealarni bergan bayonlari bizniki boshqalari to'g'ri kelmasa, buni to'g'ri tushunishlaringizni xohlagan bo'lardik. Maqsadimiz tarixiy tortishuvlar emas. Maqsadimiz siz bizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganib, muhabbatimizni ziyoda qilishlikka ta'lim olmoqlikdir. Modomiki shunday ekan, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarida bo'lib o'tgan muhim voqealardan birini bugun eslab o'tmoqchimiz. Zero buni gapirish juda og'ir azizlar. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqea qalbimizni larzaga keltiradi. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlaridagi eng oxirgi og'ir sinovlardan bittasi edi. Ma'lumingizki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma farzandlaridan bu dunyodan o'tishdan oldin judo bo'lganlar. Faqatgina Fatima onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan keyin 6 oy yashab olamdan o'tganlar. Ungacha hamma farzandlarini o'zlari qabrga qo'yganlar. Ha azizlar, qiyinchilik, zahmatdan namuna bo'lgan bu zot barakot bizga farzandlardan judo bo'lishlikda sabr qilishlikni ham o'rgatib ketdilar. Farzanddan judo bo'lishlik og'ir ekanligini farzandidan judo bo'lganlar biladi. Ularni birma-bir qabrga qo'ygan, har birlarining janozasini o'zlari o'qigan Rasulimiz alayhisolatu vasallam 60 yoshga kirganlarida Moriya Qibtiya onamizdan dunyoga kelgan o'g'illari Ibrohimdan ayrilishlari og'ir imtihon edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Xadicha onamizdan boshqa biror onamizdan farzand ko'rmadilar, lekin Alloh azza va jalla asli misrlik bo'lgan Muqawqis tomonidan sovg'a qilib berilgan joriya bo'lgan Moriya Qibtiya radhiyallohu anha onamizdan bir farzand ko'rgan edilar. Farzandlarini bobolari ismlari Ibrohim alayhisalomga qiyoslab Ibrohim deb qo'ygan edilar. Shu darajada xursand bo'lib ketgan edilarki, hammaga e'lon qilgan edilar: Alloh menga o'g'il berdi, Alloh menga farzand berdi deb hammaga haqiqalar qilib uni ismini Ibrohim deb qo'ygan edilar. O'g'illarini emiz berishlik uchun shahar chetida Madinaning janubidagi bir temirchini ayoliga bergan edilar. Tez-tez bolasini ko'rgani borib turar edilar. Ba'zan o'zlari borardilar, ba'zan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hamroh bo'lardilar, ba'zan ba'zi sahobalar hamroh bo'lardilar va ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamda o'g'illari Ibrohimga qay darajada muhabbat ko'rsatayotganini ko'rib havas qilardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim 15 oylik yoki 16 yoki 18 oylik turli xil rivoyatlar bilan 2 yoshga yetmagan bir holatga ekanliklarini aytadilar. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu bilan bordilar. Borganlarida ne ko'z bilan ko'rilsinki, o'g'illari Moriya onamizning quchoqlarida oxirgi nafasni olayotgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam kirganlarida ko'zlarini quvonchga to'ldirgan bu farzandlari endi ona qo'lida oxirgi nafasni olib turibdilar. Eng shirin yosh, eng go'zal yosh. Farzandi bor otalar bilamiz. Bolamiz 1,5 yashar, 2 yashar bo'lgan mahalda shunday chiroyli bo'lib ketadi. Tillarini
ba'zi harflarni talaffuzlarda buzib gapirishlari ham unga yarashadi. Erkalanishliklari, otani bo'yniga osilishliklari, bolamizdan chiqayotgan jannat hidlari qanchalik darajada huzur halovat qilishligini hammamiz bilamiz. Endi mana shu yoshda bunday boladan ayrilish musibatini og'ir ekanligini ham qalbimiz bilan his qila olamiz. Rasulimiz alayhisolatu vassalam kirib qarasalar, o'g'illari shu holatda turibdi. O'g'illari oxirgi nafasni olyapti. Nafas olishlik, nafas chiqarishlikka qiynalyaptilar. Nafas bo'g'ilib chiqyapti. Rasulimiz alayhisolatu vassalam buni ko'rib qiynalib ketdilar. Moriya onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni qo'llariga olib bolasini berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam qo'llariga olar ekan, o'zlaridan yosh oqib yig'ladilar. Bu holatni ko'rgan Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yig'layapsizmi?" dedilar. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'lim bo'lganda, musibat bo'lganda yig'lashlikdan qaytarardilar. Shuning uchun yig'layapsizmi deb qoldilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vassalam Abdurrahmon ibn Avfga qarab, "Ya ibn Avf, innaha rahma." Yig'layotganim bu rahmdandir. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yig'laganda Alloh bilan urushib, janjallashib, yoqa yirtib yig'lashlikdan qaytarardilar. Lekin endi Rasulimizning yig'lashliklari, ko'zdan yosh oqib yanoqlarini uyutishliklari bu rahmat yig'isi, rahm yig'isi, bu otalik mehri edi. Payg'ambarimiz alayhisalom qo'liga bolalarini, o'g'illari Ibrohimni olar ekan, unga qarab, "Innal ayna tadma wal qalb yahzan." Ko'zlar yoshlandi. Qalblar mahzundir. "Va la naqulu illa ma yurdi robbana." Ammo biz Robbimiz rozi bo'ladigandan boshqa gapni gapirmaymiz. "Inna bi firaqika ya Ibrohim la mahzunun" dedilar. O'g'illariga qarab, "Ey Ibrohim, ko'zlar yoshlanmoqda. Qalblar mahzun bo'ldi, ammo Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmaymiz. Sendan judo bo'layotganimizdan xafamiz bolam" dedilar. O'g'illari Ibrohimni olar ekan, "Bolam, Allohning taqdirida rozi bo'lishlikdan boshqa narsaga meni qo'limdan hech narsa kelmaydi" dedilar. Bolalarning yuzlariga yuzini bosib turdilar. Shu holatda o'g'illari Ibrohim olamdan o'tdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam undan qattiq mahzun bo'ldilar va albatta ko'zlaridan yosh oqizdilar. O'g'illari Ibrohimni mana shu joyda sahobalar yuvdilar, kafanladilar. Va Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zlari janozasini o'qidilar. Qanchalik og'ir imtihon azizlar. Kechagina ko'ngillariga xursandchilik berib turgan, ko'zingizni quvonchi bo'lib turgan farzand uchun o'zi otani janoza o'qishligi qanchaga og'ir imtihon. Rasulimiz alayhisalom shuni qildilar. O'g'illarni qabriga qo'ydilar, ustiga suv sochdilar. Keyin qabriga qarab aytdilarki, "Ey Ibrohim bolam" dedilar. "Hozir sana oldinga ikki farishta keladi. Ular so'rasalar, Robbim Alloh degin, payg'ambarim otam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degin, dinim islom dini degin" deb aytib turuvdilar. Orqada Hazrat Umar radhiyallohu anhuni yig'lab yuborgani eshitildi. Rasulimiz alayhisalom hayron bo'lib, "Ey Umar ibn Hattob, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bolangiz hali go'dak edi, balog'atga yetmagan, uni gunohlarini yozilishlikka qalam ishlamagan. Sizdek ulug' zotni farzandi bo'lib dafn qilgan bolangizga hozir farishta kelib so'roq savol qiladi deyapsiz. Men esa balog'atga yetganman, qalamlari yozilgan, men sizdek otasi yo'q bo'lgan zot qabrga kirganda nima qilaman?" deb yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mana shu mahzunlik bilan qabrdan qaytdilar. Ertasiga hatto quyosh tutildi. Odamlar o'sha quyosh tutilganidan qo'rqib ketib, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning o'g'illari Ibrohimning vafotidan quyosh ham tutildi deb aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom minbarga chiqib, "Quyosh va oy Allohning alomatlaridandir. U biror bir kishi olamdan o'tsa yoki tug'ilsa tutilmas" deb undan qaytardilar. Hatto shu holatda ham insonlarni g'uluga ketishlikdan, haddidan oshishlikdan qaytargan zotga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam doimo bizga namuna bo'lgan. Farzanddan ayrilish og'ir. Bugun bu gapni aytayotganimizda bizni farzandidan ayrilgan insonlar ham eshitayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu og'ir musibat. Go'zal farzandingizdan, o'g'lingizdan, qizingizdan ayrilgan bo'lsangiz, Alloh siz azizimizga sabr bersin. Rasulimizdan o'rnak oling. Birma-bir farzandlarni qabriga topshirib, Alloh rozi bo'ladigan so'zdan boshqa gapni gapirmayman degan Rasulimizdan o'rnak oling.
og'ir musibatda Alloh sizga sabrni mana shu zotdan o'rganishlikni nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam davrlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga bir inson bolasini yetalab olib kelar ekanlar. Balog'atga yetgan bolasi bor ekan. Har kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga birga suhbatlariga olib kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kuni suhbat qilayotganda haligi odamni yonida o'g'li ko'rinmay qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom uni chaqirib, doim yoningda o'g'ling bilan kelar eding. Bugun o'g'ling ko'rinmadi-ku deganda u odam yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'g'lim vafot etib qoldi" dedilar. Otaning yig'laganini ko'rgan Rasulimiz alayhisalom unga qarab, "O'g'lingni yaxshi ko'rarmiding?" dedilar. "Ha, ya Rasululloh, juda ham yaxshi ko'rardim. O'sha yaxshi ko'rgan o'g'ling u dunyoda sen jannatni qaysi eshigiga borsang, o'sha eshikning oldida seni kutib olishdan xursand bo'lmaysanmi bo'lmasa?" dedilar. Bu esa katta iltifotdir azizlar. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bolasidan judo bo'lish musibatini qisqa bir holatda aytyapmiz, ammo bu holatlarni til bilan aytish ojizdir. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning holatlarini tushunishlik uchun o'shini ko'zi bilan ko'rishlik kerak edi. Ammo biz eshitib turib shuncha mahzun bo'ldik. Bu mahzunlikda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga yelkatosh bo'lgan sahobalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va bugungi tarixdan, bugungi voqeadan har kim o'ziga xulosa olib, Allohdan doimo sabrda, qanoatda turishligimizni Alloh nasib qilsin. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat va sadoqatlarimizni ziyoda qilsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 10-hijriy sana. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga kelganiga 10 yil bo'ldi. Orada qancha urushlar bo'ldi, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek. Farzandlaridan, Ibrohim o'g'illaridan ayrildi. Mana shu holatda turgan bir paytda hammani g'azabga keltiradigan bir xabar tarqab qoldi. Ayni shu yili Madinaning chekkasida uzoqroq joydagi bir Yamoma degan joydan Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylima ibn Habib degan bir odam chiqib, o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Hatto shu darajada bo'ldiki, yolg'onchi Musaylima deb nom oldi bu tarixda. Mana shu Musaylima kazzob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'zini ikkita elchisini maktub bilan yubordi. U kelib payg'ambarimiz alayhisalomga xatini o'qib berar ekan, Allohning elchisi Musaylimadan Allohning elchisi Muhammad alayhisalomga deb o'qidi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan juda g'azablandilar. Haligi elchilarga qarab, "O'zinglar nima deysizlar?" dedi. Ular, "Biz Musaylimani payg'ambarligiga iymon keltiramiz" dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam elchiga o'lim yo'q degan qonun qoida bo'lmaganda, "Men sizlarni hozir jazolar edim" dedi-da, ularga xatda javobini yozib berdi. Xatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Allohning elchisi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Musaylima kazzobga deb yozgan edi. Musaylima xatida yerni ikkiga bo'lishlik, yarmiga siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yarmiga men payg'ambarlik qilaman degan da'voni qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhisalom unga javob berib, "Bu yer va osmon Allohniki, xohlagan kishiga uni meros qiladi" deb yozdi va uni kazzob ekanligini, payg'ambar emasligi haqida ogohlantirdi. Lekin oradan bir qancha vaqt o'tib o'tmasdan Musaylima kazzobning fujuri, isyoni ortib ketdi. Yolg'oni hamma joyga tarqashni boshlagandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga yana maktub yozdilar. Va bu maktubni sharafli vazifani Rasulimiz alayhisolatu vasallam nomidan elchi bo'lib olib borib berish yosh sahoba bo'lgan Habib ibn Zayd radhiyallohu anhu ga nasib qildi. Habib ibn Zayd uning otasi Zayd ibn Osim bo'lib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sadoqatli sahobalardan, u zotga o'sha 70 ta Aqabada bay'at qilganlar ichida birga bo'lgan sahobadan edi. Onasi ham Nasiba binti Ka'b payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga doim xizmatda bo'lgan. Uhud kunida u zotning oldida himoyada turgan va farzandlarini ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamning himoyasiga jalb qilgan ayol edi. Lekin o'sha kunlari Uhudda Habib ancha yosh bo'lganligi uchun unda ishtirok eta olmadi. Ammo bugun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Habib ibn Zayd radhiyallohu anhu ga katta bir vazifa topshirildi. Yosh bo'lishiga qaramay jasoratli bo'lgan, sadoqatli va muhabbatli bo'lgan Habib radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning maktublarini
Musaylima kazzobga olib borib berdi. Musaylima kazzob ushbu xatni o'qir ekan g'azabga to'ldi. O'zini atrofida shotirlarni yig'ib Habibni olib keldi radhiyallohu anhu. O'tkazib qo'yib, Muhammad alayhisalom kim? Uni payg'ambarligiga iymon keltirasanmi dedi. Shunda Habib radhiyallohu anhu, yosh navqiron yigit, juda ham go'zal bo'lgan bu yigit Musaylimaga qarab ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon keltirdi. Unga Musaylima kazzob menchi dedi. Uni bu gapiga mani qulog'im eshitmaydi bunaqa gaplarni dedi. G'azablangan Musaylima Habibning a'zosidan bir joyini kesib olishlikka jallodga buyurdi. Jallod Habib radhiyallohu anhuning bir a'zosini kesib oldi. So'ng yana savol berdi. Muhammad alayhissalom kim? U javob berdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Men guvohlik beraman Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambaridir deb guvohlik keldi. G'azablangan Musaylima men kimman dedi. Yana meni qulog'im eshitmayapti bu gapni dedi. Har bir gapiga masxara omuz javobni eshitayotgan Musaylima g'azab otiga mindi va jallodga har bir javobdan keyin Habib radhiyallohu anhuning bir a'zosini kesib olishlikka buyurdi. Qulog'idan ayrildi, lablaridan ayrildi, jismlaridan ayrildi. Hamma yo'g'ini birma-bir kesilib qadar savol-javobga bir xil javob berdi. Oxiri yerda Habib radhiyallohu anhuning maydalangan jasadi va oxirgi marta lablari bilan pichirlab Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambaridir deb jon bergan buyuk bir zotning jasadi qoldi xolos. Bu xabarni eshitgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Elchiga o'lim yo'q degan qoidani ham unutgan, vahshiylashgan bu xoinni qilgan ishi hammani qalbini larzaga keltirib yubordi. Keyinchalik Xolid ibn Validning boshchiligida Yamomaga borib jang bo'ldi. Unga qarshi urushishda hatto Hamza radhiyallohu anhuning qotili bo'lgan Vahshiy ishtirok etib Musaylimani yer tishladi. Azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari u zoti barakot uchun, dini uchun, yurti uchun, iymoni uchun sobit qadam bo'lib xizmat qilib o'tdilar. Alloh hammalarimizni diniga, iymoniga, islomiga, vataniga, oilasiga sadoqatli, vafoli bo'lishligimizni nasib aylasin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam azizlar Madina Munawvaraga hijrat qilganlaridan 10 yil o'tdi. Rasulimiz alayhissalatu vassalam 40 yoshda payg'ambarlik vazifasini qabul qilib olgan edilar. Va bu risolat vazifasini ado qilishlikda o'zingiz shohidi bo'lganingizdek qancha qiyinchilik va mashaqqatlarga, ozor va g'iybat va tuhmatlarga ham sabr qildilar. Asosiy o'zini qarindoshlaridan bo'layotgan qancha jabr va sitamlarga hammasiga Alloh azza va jallaning bergan buyuk topshirig'i risolat payg'ambarlik vazifasini bajarish asnosida juda katta namuna qilib sabrni bizga ko'rsatib berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Makkada mushriklarni ozoriga chidab, Qur'oni Karimdagi har bir oyatlarni yetkazib yurar ekan, 622 milodiy sanaga kelganda o'zingiz shohid bo'lganingizdek, hatto o'zini tug'ilib o'sgan yurtidan ham chiqarishdi. Payg'ambarlik vazifasini bajarish davrida azizlar Xadicha onamizdan, amakilari Abu Tolibdan, amakilari Hamza radhiyallohu anhudan, qancha buyuk ashablaridan, Fatima onamizdan boshqa hamma farzandlaridan judo bo'ldilar. 10-hijriy sana Madina Munawvarada turganlarida endi Alloh haj ibodatini buyurdi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haj qilishlikni niyat qildilar. Va bu niyatlarni butun sahobalar yetkazdi. Bu Hajjatul Vado deb ataladi tarixda. Buni aytmasdan, buni eslamasdan o'tolmaymiz. Hajjatul Vado deb olishligi aslida birinchi haj ham deyiladi, ammo ko'proq Hajjatul Vado deb kelinadi, chunki bu vidolashuv haji edi. Haj farz bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam faqatgina bir marta haj qildilar xolos. Boshqa haj qilishlik u zotga nasib etmadi. Ehtimolkim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu hajdagi suhbatlari vasiyat ekanligini sahobalar bildi yoki bilmadi. Bilganlari Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar singari zakovatli ziyrak sahobalar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Hajjatul Vadoda qilgan vidolashish suhbatlarini vasiyat o'rnida qabul qilib yig'lagan edilar.
Shunday qilib azizlar, Zulqa'da oyining 25-sida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birga Makka Mukarramaga haj qilishlik uchun safarga chiqdilar. Bu safar hamma onalarimiz birga hamroh bo'ldilar. Hammalari bilan birga chiqdilar. Zulhulayfa degan joyga kelganda ajib bir baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bir go'dakni ko'tarib keldilar. Abu Bakr bu go'dakni ko'targanidan xursand bo'lganidan o'ziga sig'mas edilar. Bildilarki Rasulimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizlari Asmo onamiz ko'z yoribdilar. Endigina tug'ilgan chaqaloqni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqomat aytdilar va xurmo chaynab, tanglayini ko'tarib tahnik qildilar. Qanday baxtli go'dak bo'ldi. Uning vujudiga, uning tanasiga, butun olamlarga rahmat bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari hidoyat, iymon va taqvo xamir turishi bo'lib kirdi. Bu Asmo onamizning bolasi tug'ilishligi baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'ni qutlab muborakbod qilar ekan, mana shu Zulhulayfa degan joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam g'usl qildilar va hammani ihromga kirishlikka amr qildilar. 100,000 sahoba hamroh bo'ldi. Hammalari o'sha joydan ihromga kirdi va hammalari labbayk Allohumma labbayk deb talbiya aytib yo'lga chiqdilar. Bir paytlar Ka'bani tavof qilishlikka ham ruxsat berilmagan, hatto Hudaybiya sulhini tuzib qaytishlikka majbur bo'lgan, Ka'batullohda namoz o'qimoqchi bo'lganida toshbo'ronga uchragan Rasulimiz alayhisolatu vasallam endi Allohning marhamati bilan 100,000 sahoba ila ey Robbim, seni chaqirig'ingga labbay deb javob beramiz deb Makka tomon ketdilar. Ular Madinadan yurib Makka Mukarramaga yetib bordilar. Mana shu joyga kirishlari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallam haj amallarini ularga boshladilar. Va avvalgi umra qilgani kabi quduqdan o'zlari paqirda Zamzam suvini olishlikni xohlardilar. Aytdilarki, men o'zim paqirni solib Zamzam suv olmoqchi edim, lekin mana shu ishim sunnat bo'lib qolib, mendan keyingi ummatimga mashaqqat va mushkul bo'lmasin deb qo'rqaman dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haj amallarini to'la to'kis bobomiz Ibrohim Halilulloh qilganidek qilib ado qildilar. Asta hammalari birga yurib, o'sha kundagi ibodatlarni bajardilar. Yo'llarda bir qancha voqealar, bir qancha hodisalar bo'ldiki, biz bularning hammasiga to'xtalib o'tmadik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 8-Zulhijjada Minoga bordilar. Undan keyin o'zlari ham o'sha kuni Minoga borib turdilarda, bomdod namozini o'qiganlardan keyin yo'lga tushdilar va Zulhijjaning 9-kuni juma kuni Arafotga bordilar. Peshingacha o'sha joyda turib, quyosh tepadan oshib to g'arbga og'a boshlaganida birdan amr qildilar. Odamlarga aytinglar, jim bo'lishsin deb buyurdilar. Hamma jim bo'ldi. 100,000 haj qilmoqchi bo'lgan sahobalar boshlariga qush qo'nsa uchib ketmaydigan darajada jimlik bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga quloq sola boshladi. Sahobalar aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Hajjatul Vadodagi oxirgi xutbalarini eshitganimizda, bu xutba ya'ni mau'iza emas, go'yo vasiyatga o'xshab ketgan edi deydi. Ko'pchilik ko'ziga yosh olib eshitgan edi shunda. Ushbu xutbalardan parchalar keltiramiz siz azizlarga-ki, biz ham 14 asr muqaddam go'yo sahobalar bilan birga Arafot tog'ida turib Rasulimiz alayhisolatu vasallamga quloq solgandek quloq solaylik. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Qasvo tuyasida turib mav'izasini boshladilar. Arafot tog'ida turib o'qilingan bu xutbalari uzun bir va'z bo'ldi. Go'yoki vasiyat bo'ldi. Ushbu va'zni aytganlardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam 3 oy yashab olamdan o'tgan edilar. Ehtimolki shuning uchun ham bu mav'izasi butun insoniyatga omonat, vasiyat o'laroq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Rasulimiz shunday dedilar: Hamdu sano Allohga bo'lsin, uni ulug'laymiz. Unga hamd aytamiz, undan yordam so'raymiz va mag'firat tilaymiz. Unga tavba qilamiz. Yomon amallarimizdan
o'z nafsimizni sharridan Alloh gunohiga qochamiz. Alloh yo'lga solganini adashtiradigan yo'qdir. Olamni yaratgan u yolg'iz o'zidir. Uni sherigi yo'qdir. Guvohlik beraman kim Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning quli ham payg'ambaridir. Ey Allohning bandalari, sizlarni taqvoli bo'lib Allohdan qo'rqishlaringizni tilayman. Hammangizni Allohning toat ibodatiga chaqiraman. Sizlarga nima narsa foydali bo'lsa shuni aytaman. Ya ayyuhannas, ey odamlar, mendan shu so'zlarni aniqlab olinglar. Shu yildan so'ngra yana bu yerda sizlar bilan ko'rishamanmi yoki yo'qmi, buni bilmayman. Shuning uchun bugun sizlarga ko'p narsalarni aytib topshirgayman. Ey odamlar, sizlarni qoninglar va molinglar bir-birlaringga haromdir. Shu kundan boshlab qiyomatgacha bu hukm o'zgarmasdir. Shu oyda, shu shaharda bu Arafa kunining hurmatini saqlagandek, ularning ham hurmatini saqlanglar. Har kimga bir kishi omonat qo'ysa, uni hech xiyonat qilmay egasiga topshirsin. Bu kundan keyin hech kim sudxo'rlik qilmasin. Islom dinida bu ish haromdir. Ey odamlar, shuni bilinglarki, xotinlaringiz sizlarni yordamchilaringizdir. Ularni boshlariga ega bo'lolmaysiz. Alloh omonati bilan ularni oldingiz. Alloh amri bilan sizlarga halol bo'ldilar. Shunday bo'lgach, xotinlarga zulm qilishdan saqlaninglar. Ey odamlar, mo'minning qarindoshi, aka-uka og'asidir. Mo'minlar bir-birlariga o'zlari suyib bermasalar, o'zlari rozi bo'lib bermasalar, roziliksiz bilan olgan mollari haromdir. Meni bu so'zlarimni eshitdinglarmi? Yetkazdimmi deb qo'yardilar Rasulimiz. Sahobalar eshitdik, yetkazdingiz deb aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom osmonga yuzlarini qaratib, Allohim, bandalaringga buyruqlaringni yetkazdim. O'zing guvoh bo'l deb qo'yardilar. So'ng yana davom ettirdilar. Ey odamlar, yaratgan Alloh birdir. Barchalaring bir Allohning bandalaridirsiz. Otanglar birdir. Barchalaringiz Odamdan tarqalgansizlar. Odam esa tuproqdan yaratildi. Kim taqvolik bo'lsa, Alloh oldida qadri shudir. Arabni ajamdan ortiqligi yo'qdir. Kim taqvoli bo'lsa, ana shu ortiqdir. Ey bora Xudoyo, Allohim o'zing guvoh bo'l, seni amringni bandalaringga yetkazdim. Mening ushbu so'zlarimni ushbu joyda hozir bo'lib turganlar, bu joyda bo'lmagan g'oyiblarga yetkazinglar. So'zlarimni eshitganlar, eshitmaganlarga yetkazsinlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mana shunday mav'iza qildilar. Sahobalar hammalari sidqi dildan, yurakdan eshitdilar. Ayni mana shu mav'izani qilayotgan mahalda azizlar, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyatlardan biri nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom tuya ustida turganlarda vahiy kelishlik holati bo'lib qoldi. Vahiy qabul qilganligidan keyin sahobalarga qarab Qur'oni Karimdagi mana bu oyatni nozil bo'lganini yetkazdilar. Estaizu billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya'ni Alloh taolo bugun sizlarni dinlaringizni mukammal qildim, kamoliga yetkazdim. Barcha ne'matlarni itmomiga yetkazdim. Sizlar uchun islom dinini xohlab, uni sizlarga din qildim. Ushbu oyat nozil bo'lganda dinimiz mukammal bo'lganligini va dinimizni islom dini ekanligiga Allohning rozi bo'lganligi va barcha ne'matlar itmomiga yetkazilganligini bayoni bor edi. Oyatning azamatidan, oyatning ulug'ligidan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam minib turgan tuyalari yerga cho'kib qolgan edi shunda. Mana shu kuni hammalar xursand bo'ldilar. Dinimiz mukammal bo'libdi, ne'matlar oxiriga yetibdi deb xursand bo'ldilar. Demak, endi Qur'on oyatlari boshqa nozil bo'lmaydi. Endi boshqa hukmlar kelmaydi. Hamma mana shunga xursand bo'lib turgan bir pallada Hazrati Umar yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, ey Umar, nega yig'layapsiz dedilar. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, dinimiz har kuni o'smoqda edi. Bir narsa mukammallikka yetgandan keyin endi u asta orqaga ketadi deb yig'layapman dedilar. Rasulimiz tabassum qilarkan, to'g'ri aytasiz dedi. Hamma xursand bo'lib turgan bir paytda
Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lardilar. Sahobalar oldilariga kelib, "Ya Abu Bakr, nega yig'laysiz? Axir bugun bayram-ku, dinimiz mukammal bo'ldi. Hamma ne'matlar itmomiga yetdi. Dinimizni islom dini deb atalib bizga ato qilindi. Alloh bunga rozi bo'ldi. Siz nega yig'laysiz?" deganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Sizlar oyatning ma'nosini tushunmayapsizmi? Modomiki endi dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, endi boshqa Qur'on oyatlari kelmaydigan bo'lsa, endi Allohning hukmlari yer yuziga boshqa kelmasa, demak Rasulimiz alayhisolatu vassalamni payg'ambarlik xizmati oxiriga yetibdi. U zotdan ajralishlik vaqti kelibdi" deb yig'ladilar. Sahobalar buni eshitib hammalari yig'lab yubordilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga kelganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Sizlarning ichingizda eng olimingiz ekanligi bilinib turibdi" dedilar. Mana shu kuni butun sahobalar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan omonat o'laroq ushbu nasihatlarini, ushbu ma'izalarini eshitib, mana azizlar 14 asr bo'ldiki bizgacha yetib kelmoqda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mana shu joyda ma'izalarini tugatib Minoga qarab ketdilar. Minoga borib shaytonga tosh otish marosimini o'tkazgani keldilar. Va bu yerda ham bir oz va'z qildilar. U joyda odamlarga zinoni haromligi, zinoni ziyonlari haqida gapirdilar. Va yana qaytadan ta'kidlab insonlarni qonini to'kish harom ekanligini aytib o'tdilar. İnsanlar bir-birini molini zo'rlik bilan olishdan qaytardilar. Ularni obro'sini tushirishdan ham qaytarib, bu ishni ham harom ekanligini Minoda yana bir bor eslatdilar. Va yana bir karra "Allohim seni buyrug'ingni yetkazdim" dedilar. So'ng sahobalarga qarab, "Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi? Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi?" dedilar. Sahobalar, "Ore ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yetkazdingiz" dedilar. Rasulimiz yana osmonga qarab, "Alloh, seni buyruqlaringni, omonatingni yetkazdim. O'zing guvoh bo'l" dedilar. Ushbu omonat bizlarga qadar yetib keldi azizlar. Bugun Rasulimiz alayhisolatu vasallam qayta ta'kidlab, mu'minlarni bir-birlariga qoni harom, moli harom, obro'sini tushirish harom degan narsaga qanchalik darajada amal qilyapmiz? O'zimizni vijdonimizga qaraylik. Payg'ambarimiz alayhisalom bu so'zlarni yetkazar ekanlar, Allohni guvoh qilgan edilar. Buni doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qurbonlik qiladigan joyga yetib keldilar. Va Madinadan chiqishlarda 100 ta tuya qurbonlikka olib oluvdilar. Mana shundan 60 tasini o'z qo'llari bilan qurbonlik qildilar. Qolganlarni Hazrati Alini vakil qilib o'z nomidan qurbonlik qilib so'yishlikka buyurdilar. Minoda 2 kun turib, 3-kuni tushdan keyin Makkaga qarab ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chodirlari Mino tog'ida Muhassab degan joyga tikilgan edi. Xufton namozi o'qilguncha shu yerda turib, bir ozgina uxlagandan keyin kechqurun Makkaga kirib bordilar. Sahar vaqtida vido tavofini qilgandan so'ng Madina-i Munawvaraga qarab yo'lga tushdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam eng oxirgi hajni va eng oxirgi Arofatdagi o'zlarini vidolashuv so'zlarini aytib qaytdilar. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz alayhisalom 3 oy yashadi. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turkum suhbatlarimizni qilib, Alloh qodir qilgancha Rasulimiz alayhi salomning hayotlaridan ba'zi parchalarini o'rgangan bo'ldik. Bugun endi azizlar, ko'zimizda yosh bilan, qalbimizda mahzunlik bilan, vujudimiz titragan holda Rafiqul A'lo sari Rasulimizning bu dunyodan bizlarni tashlab ketishlarigacha yetib keldik. Shunday ekan bugun siz azizlar bilan Rasulimiz alayhi salatu vassalamdan judo bo'lish tarixini o'rganamiz. U zotga salovat va salomlar aytib, u zot bilan go'yoki xayrlashgandek bo'lamiz. Islom da'vati mukammallashib, vaziyatni ustidan payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam to'la hukmronlikni o'z qo'liga olgach,
Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning vujudlaridan hayot hamda tiriklik bilan vidolashuv belgilari zohir bo'la boshladi. Bu holat u zotning so'nggi so'zlari, ba'zi qilayotgan ishlaridan yaqqol ko'rinib turar edi. Hijriy 10-yili Ramazon oyida 20 kun e'tikofga o'tirdilar. Odatlar bo'yicha har yili faqat 10 kun e'tikofda o'tirar edilar. Ammo bu yili 20 kun o'tirdilar. Mana shu yili Qur'onni Jabroil alayhissalomdan 2 marotaba o'tkazib oldilar. Har doim bir marta xatm qilardilar, 2 marta o'tkazdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hijriy 11-yilning Safar oyi boshlarida Uhud maydoniga bordilar. Tiriklar va hayotdan ko'z yumganlar bilan vidolashuvchi kishidek shahidlar haqqiga duo qildilar. Uhuddagilarga qarab duo qilib, ularning haqlarida o'sha joyda iliq gaplarni gapirdilar. So'ng masjidga qaytib keldilar. Masjidga qaytib kelib, minbarga chiqdilar va ularga qarab mau'iza qilar ekan, sahobalarga qarab shunday dedilar: Men sizlardan oldin borib turaman va men sizlarga guvohdirman. Qasam ichib aytamanki, men hozir hovuzimga qarab turibman, ya'ni hovuzi Kavsarimga qarab turibman. Menga yer xazinalarining kaliti ato etildi. Qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki o'sha yer xazinalarini deb talashib tortishingizdan qo'rqaman dedilar. Shu kunlari yarim tunda Baqiy qabristoniga bordilar. U yerda yotganlarga istig'for aytdilar va ularga qarab: "Assalomu alaykum, ey ahli qubur! Sizlar duch kelgan narsalar kelajakdagi insonlar ro'paro keladigan narsalarning ichida eng yengili, qorong'u tun zulmati kabi. Endi fitnalar biri ikkinchisini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq" dedilar. Va qabr ahliga qarab bardam bo'linglar. Albatta biz ham sizlarni ortingizdan yetib oluvchimiz dedilar. Bu holat Rasulimiz alayhissalatu vassalamni go'yoki bu dunyodan ketishga taraddud ko'rishlari edi. Hijriy 11-yil Safar oyining 28-kunida, dushanba kuni, Rasulimiz alayhissalatu vassalam Baqiy qabristoni yonida bir janozada ishtirok etdilar. Janozadan qaytib kelayotganlarida birdan boshlariga qattiq og'riq kirib ketdi. Istimalari ko'tarilib ketdi. Istimalar shu qadar ko'tarildiki, ustiga bog'lab qo'ygan matoni ustidan ham bilinib turardi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bemorliklari boshlangan kundan boshlab, shu kundan 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Kasalligi esa hammasi bo'lib 13 yoki 14 kun davom etdi. Boshlari og'rib uyga kirib bordilar. Kirsalar, Oysha onamiz voy boshim deb o'tirgan ekanlar. O'zlarini boshini og'rib turganini ko'rdilarda, sen emas, meniki voy boshim dedilar. Meni boshim qattiq og'riyapti dedilar. Shunda sizni ham boshingiz og'riydimi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb so'radilar Oysha onamiz. Aytdilarki, odatda payg'ambarlar hamma narsada boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi dedilar. 2 marta qattiqroq og'riydilar, og'risa ham dedilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning boshlari qattiq og'riyotgan edilar. Oysha onamizga qarab, og'risang Allohdan so'ra, men hayotligimda olamdan o'tib olsang, seni janozangni o'zim o'qigan bo'lardim dedilar. Oysha onamiz bir oz bu gapga xafa bo'ldilar. Ha, mendan keyin boshqalar ayollar bilan qolasizlar dedilar. Rasulimiz esa mayingina tabassum qilib kulib qo'ydilar. Haqiqatda Rasulimiz alayhissalatu vassalamning o'zlarini janoza o'qishligidan, u zotni qabrga qo'yishligidan ortiqroq baxt yo'qligini keyinchalik Oysha onamiz tushungan edilar. Shunday qilib kasallik avj ola boshladi. Rasulimizning so'nggi haftasi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning betobliklari ancha og'irlashib qoldi. O'sha paytda ham ayollarning uylariga birma-bir borar haqqini ado qilar edi. Maymuna onamizning uylariga kelganida qayta so'radilar. Kasallari ancha kuchayib ketgan edi. Onalarimizga qarab, ertaga kimni uyda bo'laman o'zi dedilar. Hadi bu gapni so'raganlardan keyin barcha onalarimiz birlashib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qaysi uyda turishni xohlasalar shu uyni ixtiyor qilsinlar dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, unday bo'lsa meni Oysha oldiga olib qo'yinglar dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umrining so'nggi kunlari suyukli ayollari Oysha onamizning uylarida o'tkazdi. Maymuna onamizning uylaridan
Fazl ibn Abbos radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yelkalariga osilgan holda basur yurib Oysha onamizning uylariga bordilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vassalam Fozil bilan Hazrati Alining yelkasiga qo'llarini qo'yib ketayotganda oyoqlarini yurib emas, oyoqlari bilan go'yo yer chizib osilib Oysha onamizning uyiga kirib bordilar. Oysha onamizning oldilariga kirganlaridan keyin yotib qoldilar. Oysha onamiz to'xtamasdan Falaq va Nos surasini o'qir va Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'rgatgan duolarni o'qib, go'yoki mani qo'limdan sizni qo'lingizni o'zi tabarruk deganlaridek Rasulimizning qo'llariga dam solar va bu bilan Rasulimizning tanalarini surkab qo'yardilar. Dunyodan o'tishlaridan 5 kun oldin, chorshanba kuni dardlari kuchaydi. Badanlardagi istima haroratini balandligi, og'riqni zo'ridan hatto Rasulimiz alayhissalom hushidan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, menga 7 ta quduqdan suv olib kelinglar dedi. 7 tadan 7 xil quduqdan nechta suv olib kelishni buyurdi. Nega bunday qildilar o'zlari bilardilar. 7 ta suvni olib keldilar va o'sha 7 ta suvni og'zini berkitgan olib kelgan holatida tog'origa chiqib turdilar. Oysha onamiz ustidan quydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning ustidan to'xtamay quydilar. Oxiri bo'ldi, bas degunga qadar quyib turdilar. U zotni bir tog'oraga o'tkazib qo'yishdi. Shunda ustilariga quyib bo'lganlaridan keyin Payg'ambarimiz alayhisalom bir oz yengil tortdilar. Yelkalarini bir choyshab bilan o'ragan va boshlariga yog'li mato bilan bog'langan latani bog'lab masjidga bordilar. Masjid tomon kirdilar, minbarga o'tdilar. Bu oxirgi marta minbarga o'tirishlari edilar. Sahobalarga qarab, yaqinroq kelinglar. Sizlarga aytib qo'yadigan gaplarim bor dedilar. Hamma sahobalar duv etib Rasulimiz alayhisolatu vassalamning oldilariga keldilar. Ularga qarab, mening qabrimni ibodat qilinadigan butga aylantirib olmanglar dedilar. Sahobalarning ko'ziga yosh kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ularga qarab vasiyat qildilar. Ajib so'zlarni gapirdilar. So'ngra sahobalarga qarab, endi azizlarim, kimni orqasiga men birortasiga darra urib qo'ygan bo'lsam, aziyat yetkazgan bo'lsam, mana orqamga urib olsin, asosini olsin. Kimni haqoratlab obro'sini to'kkan bo'lsam, meni ham obro'yimni to'kib o'chini olsin. Kimdan dunyo qarzim bo'lsa, mendan qarzini olsin dedilar. Sahobalardan bu gapni eshitganlaridan keyin Payg'ambarimiz alayhisalom yana qaytarib aytdilarki, agar kimda meni haqqi bo'lsa, u haqni so'ragan odam sizlarning ichingizda eng yaxshi odam bo'ladi dedilar. Bir sahoba o'rinlaridan turib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizda meni 3 dirham haqqim bor dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, ey Fazil, tezda 3 dirham bering dedilar. Sahobalar u kishiga qarab, qanday bo'ldi axir? Sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan 3 dirham so'rading-a deyodilar. Eshitmadinglarmi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, kim shu ishni qilsa, sizlarning eng menga yaxshilik qilganinglar, eng yaxshilar bo'lasizlar dedi-ku. Men shuning uchun buni qildim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana qaytib ulardan so'radilar. Biror bir kishiga ozor berib qo'ygan bo'lsam, biror bir kishini menda qasdi bo'lsa olsin dedilar. Qiyomatga qolmasin dedilar. Shu payt sahobalar ichida Ukkoshi ibn Muhsin degan bir sahoba bo'lardilar. Bu sahoba ashara-i mubashsharadan, tiriklik mahalda jannatiyligini xabari berilgan sahobalardan biri. O'rinlaridan turdilarda, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Bir necha marotaba so'raganingiz uchun o'tira olmasdan turdim. Qaysidir bir jangda edik. Siz qasddanmi yoki noqasddanmi bilmayman, meni belimga birmasdan qamchi urib yuborgansiz dedi. Mana shu meni haqqim bor dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, albatta men qasddan qilmayman, adashib qilgan durman Ukosha dedilar. So'yla chaqirdilarda, ke dedilar. Mana belim senga muntazir. Qasdingni ol dedi. Sahobalar hammalari hayratlanib ketdilar. Bu qanday gap dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar, ey Ukosha, axir Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni urasanmi dedilar. Mana belimni ur. Mana jonim senga fido bo'lsin degan edilar. Payg'ambarimiz alayhisalom hammalariga, sizlar aralashmanglar, o'tiringlar joyingizga dedi. Keyin Ukosha, qasdingni ol dedi. Ukosha keldi, qo'liga qamchini oldi. Sahobalarning nafaslari tiqilib qolgan. Hammalari hayron. Nahotki butun olamlarga rahmat bo'lgan zoti barakotli beliga hozir qamchi urilsa, nahot Ukosha shunchalikka borsa, hamma hayron. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelgan Ukosha radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhisalomga qarab, ya Rasululloh, ming bor uzr so'rayman. Siz meni urganingizda tanam yalang'och edi.
Siz esa ko'ylagingiz bilan turibsiz. Ustingizdagi choyshabingizni oching dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom shundaymi dedilar. Mana deb tanasini ochdilar. O'rgin endi dedi. Shu payt u kosha hamsini yerga tashladida cho'kka tushib Rasulimizning bellariga yuzlarini tekkizib o'pdi. Yuzlarini surkab yig'ladilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni urgani kim jur'at qilar edi? Sizni tanangizga mani tanam tegib qolsin va bu men uchun qiyomatda rohat bo'lsin dedim, deb yig'lab yubordilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan eng oxirgi marta ko'rishishi, vidolashishi va oxirgi marta bu zotning muborak tanasiga uning yuzlarini tegishi edi. Sahobalarning ko'zlariga yosh keldi. U kosha esa mana shu ishi bilan o'ziga yana bir kara jannatiy ekanligini nishonisini xulqi bilan ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalarga vasiyat qildilar. Ularga qarab, sizlarni ansonlarga yaxshilik qilishga buyurayman. Chunki ular mening eng yaqin va sirdosh kishilarimdir. Ular o'z zimmalaridagi vazifalarni to'kis ado etdilar. Endi oladigan mukofotlari qoldi. Shunday ekan, ulardan yaxshilik qiluvchilar tomon oshiqinglar, yomonlik qiluvchilarni kechiringlar dedilar. Yana bir rivoyatda payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab, odamlar ko'payadilar, ansoriylar esa kamayadi. Hatto taomning tuzligiga o'xshab kam bo'lib qoladilar. Kimki birovga foyda yoki zarar yetkaza oladigan vazifaga tayinlansa, ularning yaxshilar tomon oshiqsin va yomonlarini kechirsin dedilar. Lekin bir gap aytdilar. Sahobalarga qarab, Alloh bir bandasiga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi. Yoki uni olishlikni buyurdi, yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini diydorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi dedilar. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu aytadi, sahobalar shunda xursand bo'lib turganda Abu Bakr Siddiq yig'lab, ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh deb yubordilar. Sahobalar hayron bo'lib, nega unday deyapsiz ya Abu Bakr Siddiq dedilar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir odamga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi. Yoki uni olishlikni buyurdi, yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini diydorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi deyapti-ku deganlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yig'lab turib, bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari-ku dedilar. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizni tashlab ketishlikni ixtiyor qilibdilar, tushunmayapsizlarmi dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalar ichida eng olimi ekanligidan nishoni edi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam shundan so'ng sahobalarga qarab, albatta odamlar ichida menga Abu Bakrdan ko'ra hamrohlik qilishda va mol mulkini sarflashda marhamatliroq bo'lgan biror kishi yo'q dedilar. Agar men Robbimdan boshqasini halil, ya'ni yaqin do'st qilganimda edi, albatta Abu Bakrni halil qilgan bo'lar edim dedilar. Lekin islomdagi birodarlik va mehr muhabbat afzaldir. Shu masjidga tutash barcha eshiklar berkitilib yuborilsin, magaram Abu Bakrning eshigigina ochiq qolsin, chunki men uning eshigidan nur chiqib turganini ko'ryapman dedilar. 4-kun, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning vafotlaridan 4 kun oldin, payshanba kuni edi. Dardlari yana og'irlashib qoldi. Shu holda bo'lsalar ham, kelinglar men sizlarga bir narsalarni yozib beraman. Shundan so'ng sizlar aslo adashmaysizlar dedi. Bu zotning huzurlarida bir nechta kishilar, jumladan Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ham bordilar. Hazrat Umar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari zo'raydi, xat yozish u zotga og'irlik qiladi dedilar. U zotga qarab, bizda Allohning kitobi bor, shuning o'zi kifoya qiladi dedilar. Shunda uydagi turganlar tortishib qoldi. Ba'zi birlari qog'oz olib kelamiz dedilar, ba'zi birlar qog'oz keltirmaylik dedilar. Hazrat Umar tomon bo'lganlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom bu ixtilofdan xafa bo'ldilar-da, ularni hujrani tark qilishlarini so'radilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomning eng yomon ko'rgan narsalari ixtilof qilishlik edi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari og'ir bo'lishiga qaramay, to shu kun, ya'ni vafot etishlaridan 4 kun oldin payshanba kunigacha barcha namozlarni o'zlari imom bo'lib o'qib berdilar. O'sha kuni shom namozini ham o'zlari o'qib berib, unda Zam suraga Mursalot surasini qiroat qilib berdilar. Ammo xufton paytiga borib dardlari zo'rayib ketdi. Masjidga ham chiqa olmadilar. Oysha onamizga qarab, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, odamlar namozni o'qidilarmi Oysha dedilar.
Oysha onamiz, yo'q ya Rasululloh, ular sizni kutishmoqda dedilar. Unda bir idish suv olib beringlar dedilar. Bir suv olib kelindilar, ustidan quydirib g'usl qildilar. Keyin o'rinlaridan turayotib hushlaridan ketib qoldilar. O'zlariga yana kelib, ey Oysha, odamlar namoz o'qidilarmi deb so'radi. Yo'q ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'zlarini kutyaptilar dedi. Menga suv olib kelinglar dedilar. Yana ustiga suv quydirdilar. Yana turgan edilar. Yana hushidan ketib qoldilar. Yana o'zlariga kelib, Oysha, odamlar namoz o'qib bo'lishdimi dedilar. Oysha onamiz yig'lab yuborib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ular sizni kutmoqdalar dedi. Yana suv quydilar. 3-marta shunday bo'lganidan keyin yotib qoldilarda, aytinglar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga imomlik qilib bersin dedilar. Shu kundan e'tiboran Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 17 namozga imomlik qildilar. Oysha onamiz bu gapni eshitib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga kelib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, otam Abu Bakrni o'rniga boshqasini o'tkazaylik. Otam Abu Bakr Siddiq juda ham ko'ngillari nozik odam. Mehrobda sizni o'rningizga o'tganda yig'lab ovozlari chiqmay qoladi deb otalarini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imomlikka o'tsinlar dedilar. 3 marta qaytarsa ham 3 marta Oysha onamiz iltimos qilib turuvdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam ularga qarab, sizlar xuddi Yusuf alayhissalom qissasidagi ayollarga o'xshaysizlar dedilar. Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qisin dedilar. Bu gapdan keyin chora qolmadi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga amr qilindi. U zot imomlikka o'tdilar. Bazo'r o'tdilar. Oysha onamiz to'g'ri aytgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mehrobga borar ekanlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning o'rniga imomlikka o'tayotganda yig'laganlardan ovozlari tiqilib qoldilar. Vafotlaridan 3 kun oldin Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalarga, azizlariga ba'zi vasiyatlarni qilar ekan, ularga qarab, ogoh bo'linglar, har biringiz Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etinglar degan gaplarni gapirdilar. Vafotlaridan 2 kun oldin, shanba kuni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam biroz o'zlariga keldilar va 2 kishining yordami bilan peshin namoziga chiqdilar. Bu payt Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Ular Rasulimiz alayhisolatu vassalamni ko'rib ortga chekinmoqchi bo'lganida Rasulimiz alayhisalom o'rningda tur deb qo'llar bilan mundoq ishora qilib qo'ydilar. Meni uni yoniga o'tkazinglar dedilar. U zotni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni chap tomoniga o'tkazdilar va Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu iqtido qilib odamlarga u zotni takbirlarini eshittirib turdilar. Vafotlaridan 1 kun oldin, yakshanba kuni Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zini qullarini ozod qildilar. Oysha onamizga chaqirib, zotimizda qancha pul bor dedilar. 6 yoki 7 dinor pullarimiz bor dedilar. Musulmonlarga sadaqa qiling dedilar. Uydagi hamma narsalarni hadya qiling dedilar. O'sha kuni tunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Oysha onamizga fonusga quyganni yog'i yo'qligidan bir ayolnikidan ozroq chirog'imizga yog' quyib berib tursin deb so'rashlikni buyurdilar. O'sha kuni Rasulimiz alayhisolatu vassalam oilalarini ovqat bilan ta'minlab turishlik uchun bir yahudiyga 30 so arpa evaziga o'zlarini sovutlarini garovga bergan edilar. Dushanba kuni odamlar bomdod namozda turgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Shu payt Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Oysha onamizning hujrasidagi pardani ochib qaradilar. Sahobalar saf tortib turibdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bazo'r hujra oldiga kelib, pardani ochib shundoq qaradilar. Sahobalarni saf tortib namoz o'qib turganini ko'rib, ularga qarab tabassum qildilar, jilmaydilar. Go'yoki ular bilan xayrlashdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan chiqqan nur, u zotning muborak muattar hidlari, u zotning tabassumini musulmonlar hammalari sezib turdilar. Hatto ba'zi birlari namozlarini buzib yuborib Rasulimiz alayhisolatu vassalamning namozga chiqmoqchi bo'lishliklarini xohladilar. Lekin Rasulimiz alayhisalom ularga namozinglarni davom ettiringlar deb ishora qildilar. Pardani tushirdilar. Azizlar, bu parda sahobalar bilan xayrlashish pardasi edi. Eng oxirgi marta qaralgan nigoh edi.
eng oxirgi marta sahobalariga tushgan nur edi. Pardani yopdilar-da, uylariga kirib ketdilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz alayhissalom keyingi namoz vaqtiga yetmadilar. Choshgoh vaqti edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Fotima onamizni chaqirtirdilar. Uni qulog'iga bir nimalar degan edilar. Fotima onamiz yig'lab yubordilar. Keyin yana chaqirib quloqlariga yana bir narsa degan edilar. Bu safar u zot xursand bo'lib ketdilar. Oysha onamiz aytadilarki, biz keyinchalik Fotima radhiyallohu anhodan nega shunday bo'lgan edi deb so'raganimizda, bu zot va barakat menga kelib kasalligi sabab vafot etishlarini aytganda men yig'ladim. Keyin qulog'imga qizim yig'lamagin. Ahli oilalarim ichida birinchi bo'lib men sen bilan ko'rishaman deganlardan keyin xursand bo'lib kuldim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Fotima onamizga butun olam ayollarining sayyidasi ekanidagi xush xabarni ham aytdilar. Fotima radhiyallohu anha Rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlaridan o'tkazayotgan dardni qattiqligini ko'rib yig'lab yubordilar. Otajon, dard alamlarda qoldingiz, og'riyapsizmi dedilar. Alam tortyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, qizim, bugundan keyin otangga bunday dard tortishlar bo'lmaydi dedilar. So'ngra Fotima onamizga iltimos qilib, nabiralari Hasan va Husaynni chaqirtirib keldilar. Ularni bag'rilariga bosib o'pdilar. Ularga asta vasiyat qildilar. Doimo yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Boshqa ayollarni ham chaqirdilar. Ularga pand nasihat qildilar. Ular bilan xayrlashdilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Haybarda ovqatga qo'shilgan zaharni yegan ta'sirini sezib turardilar. Hatto u zot, ey Oysha, Haybarda yegan taomga qo'shilgan zahar alamini hozirgacha tortyapman-da deb qo'yardilar. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarini tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketsa, yuzlarini ochar va mana shu holda turib ham oxirgi so'zlari va vasiyatlarini bayon etardilar. Odamlarga aytinglar, namozga ehtiyot bo'lsinlar, namozni mahkam bo'lsinlar, qo'l ostidagilarga rioya qilsinlar deb vasiyat qilardilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam endi o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldilar. Oysha onamiz u zotning boshlarini quchog'iga oldi. Oysha onamiz aytadilarki, Allohning menga ato etgan in'omi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berganlaridir dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'sha holatda yotganlarida Abdurrahmon, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'illari kirdilar. Uning qo'lida misvak bor edi. Payg'ambarimiz alayhisalom misvakka qarab turganlarini ko'rib Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, misvak qilasizmi?" dedilar. Rasululloh boshlari bilan ha deb ishora qildilar. Misvakni olib beruvdilar, qattiq ekan. Rasulimiz alayhisolatu vassalamda misvakka bo'lgan ishqlarini ko'rgan Oysha onamiz, "Tishimda yumshatib beraymi?" dedilar. Ha dedilar. Oysha onamiz misvaklarini olib og'izlarida yumshatib berdilar. Va oxirgi marta Oysha onamizning so'raklari bilan Rasulimiz alayhisolatu vassalamning so'raklari qo'shilib ketgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shu holatda yotarkan, "La ilaha illalloh, albatta o'limning talvasasi bor, o'limning sakaroti bor" deb qo'yardilar. Misvak qilganlardan so'ng qo'llari yoki barmoqlarini ko'tarar, ko'zlarini shiftga qaratar va lablari qimirlay boshlardilar. Shu holatda ham Oysha onamizga vasiyat qildilar. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning bu dunyodan ketishlari ummatning yetim qilish holatlariga ham yetib keldik. Azizlar, shaxsan men uchun qancha mauizalar, qancha xutbalar qilgan bo'lsam-da, eng og'ir xutba, eng og'ir mauiza Rasulimiz alayhissalatu vassalamning jon berishlarini aytish. Mana shu holatni ifoda qilar ekanmiz. Rasulimiz alayhissalatu vassalamga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'lishligini Allohdan so'rab, eng oxirgi nafaslari, eng oxirgi hayotlarini sizlarga izhor qilaman. Rasulimiz alayhissalatu vassalam Oysha onamizning ko'ksilariga boshini qo'yib yotibdilar. Oxirgi marta misvak qildilar, muattarlandilar, xushbo'ylandilar. Allohning huzuriga misvak qilgan holatda borishlikni ixtiyor qildilar. Qanday ham pokiza zot, qanday ham ozoda zot, Allohning huzuriga dunyodan jon berishdan oldin ham
muattarlanib boradigan zot. Allohim, ana shunday zotga bizni ummat qilganing uchun o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'svoy qilib bo'ldilar. Yana qiynalar, jonlari og'rir edi. Ba'zan shu darajada bo'lardiki, qo'llarini suvga tiqib, idishga olingan suvda yuzlarini artar. Oyisha jon berishni talvasasi bo'ladi, uni aziyati bo'ladi. Jon berish qiyin deb qo'yardilar. Oyisha onamiz esa Rasulimiz alayhisolatu vassalamning mahkam bag'rilariga bosib, boshlarini silab turardilar. Onajon, ey Oyisha onamiz, qanday ham jasoratli ayolsiz-a, qanday ham quvvatli ayolsizki, Rasulimiz alayhisolatu vassalamni Azroil alayhissalom ruhini olayotganda qarab turishlikdek jasoratga ham ega bo'lgan biz ummatning onasi siz Oisha Siddiqadan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu holatda Rasulimiz alayhisolatu vassalamning oldilariga Usoma ibn Zayd kirib keldilar. Yoshlik chog'larida xuddi o'z nabirasidek ko'rgan bu sahoba yoshi o'smir yoshiga yetgan. Go'daklik chog'ida Rasulimiz alayhisolatu vassalam erkalatgan va eng suyukli sahobalaridan, o'zining qulini o'g'li bo'lishiga qaramasdan go'yo nabirasidek yaxshi ko'rardilar. Mana shu sahoba oxirgi marta Rasulimiz alayhisolatu vassalamning oldilariga kirib keldilar. Kirsalar, Oyisha onamizning yelkalariga, ko'ksilariga boshini qo'yib yotar, og'ir nafas olardilar. Usoma salom berib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" dedilar. Qarangki azizlar, hali hech kim birortasi ola olmagan narsani so'radilar. Eng oxirida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyodan tashlab ketayotganlarida, dunyodan o'tayotganlarida Usomani so'ragan narsasini qarang. "Ya Rasululloh, menga duo qiling" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Usomani yaxshi ko'rganligi uchun so'zlarini qaytara olmadilar. Duo qilishlikka madorlari bo'lmadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib yuqori qilib ishora qildilar. Oyisha onamiz, "Seni duo qildi Usoma" dedilar. Usoma ko'zida yosh, qalbi mahzunlik bilan hujrani tark qildi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam va Oyisha onamizning o'zlari qoldi. Oxirgi nafaslar, oxirgi yurak urishlar. Oyisha onamiz mahkam bag'riga bosib turar ekan, dunyoda eng buyuk bir ishni qilyotgandilar. Dunyodagi eng suyukli habibini ko'ksi ustida mahkam ushlab xayrlashyotgandilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'xtin nafas oldilar va birdan bal rafiqul a'la deb qo'yardilar. Balki Rasulimiz alayhisolatu vassalam rafiqul a'loga deyardilar. Va shu holatda qo'llarini yuqoriga ko'tarar, la ilaha illalloh deyar va Oyisha onamizning bag'rilariga mahkam yopishardilar. Oyisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni peshonalaridan ushlab mahkam bag'rimga bosib turdim. Shu payt u zot oxirgi nafaslarini oldi-da, boshlari bilan shundoq ko'ksimga egilib qoldi. Nafaslari to'xtadi, yuraklari to'xtadi. "Man nima qilishni bilmay qoldim" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Asta boshlarini yerga qo'ydim. U zotning og'izlaridan muborak so'raklari mani tanamga ham tekkan ekan. U zotdan chiqayotgan muattar hid shundoq yotkizdim dedilar. Ayol ekanman, o'zimni boshqara olmay qoldim. Zero musibat yetganda o'zinglarni qo'lga olinglar deb o'rgatgan bo'lsalar ham yuzimni shapatalashimga to'g'ri keldi. Yuzlarimga urib yig'ladim. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ketdingizmi? Vafot qildingizmi?" deb yig'ladim. U zotning yig'laganlarini eshitib tashqarida poylab turgan sahobalar qo'rqib ketdilar. Birdan Madina masjidida to'lib turgan sahobalarning hammalari bildiki, Oyisha onamiz yig'laganlaridan ular dunyodagi eng og'ir musibatga uchrabdilar. Birdan ovoz chiqib ketdi. Azizlar, Madina yig'iga to'ldi. Madina qorong'u zulmatga botib ketdi. Bir paytlar Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan judo bo'lganda oddiygina bir yog'ochdan bo'lgan minbar yig'lagan bo'lsa, endi insonlar qanday yig'lamasin? Odamlar yig'ladilar. Osmon zulmat ichida. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulimiz alayhisolam Madinaga kelganda insonlarni xursand bo'lganidaqa xursandchiligini ko'rmagan bo'lsam, olamdan o'tganlaridagi qayg'usini ham boshqa ko'rmaganman dedilar. Eng qayg'uli kun shu kun bo'lgan. Butun odamlar o'zini yo'qotdi.
bir-birlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitishi bilan odamlar nima qilarini bilmay qoldilar. Ba'zilar o'tirib qolgan, ba'zilar gapira olmay qolgan, ba'zilarning yig'ilari ovozdan chiqmay qolgan, nima qilarini bilmay qoldilar. Hatto eng quvvatli bo'lgan, eng shijoatli bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bittasi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar deyishi bilan qo'lidagi qilichlarni xinidan chiqardida, kim shunday desa qo'lini chopaman, kim shunday desa oyog'ini chopaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lmaydilar. U zot xuddi Musa alayhisalom ketib qavmiga 40 kundan keyin qaytib kelgandaqa keladilar. U zot o'lmaydilar deb baqirardi. Sahobalar o'zini yo'qotgan, hamma qayg'u alam ichida qoldi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu gina o'zlarini ushladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi bo'lib qoldi deb umid qilib uylariga ketuvdilar. Xabar kelgandan keyin topib keldilar. Kirsalar Oysha onamiz o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yotibdilar. Ustilariga choyshab yopib qo'yibdi. Bir paytlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirganda shu yerda "Ey Abu Bakr" deb kutib olgan, tabassumla gaplashgan, kelganlarda suhbat qilgan zot ustilarida choyshab yopiliq turibdi ya. Abu Bakr Siddiq basur oldilariga keldi. Yuzlarini shunda ochdi. Peshonalaridan o'pdi. Yuzlaridan o'pib turib, yig'lab turib aytdilarki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, anta tibta hayyan va mayyitan" dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz hayotligingizda ham shunday go'zal edingiz, mayitligingiz ham go'zal dedilar. Peshonalaridan o'pdilar, yuzlaridan o'pdilar, soqollarini siladilar, vidolashdilar, ko'zlaridan yosh oqizib, o'pib yana ustiga choyshapini yopib qo'ydilar. Tashqariga chiqdilar. Umar radhiyallohu anhu to'xtamasdan yana baqirardi. Oldilariga keldilarda, "To'xtang ey Umar, baqirmang" dedilar. Baqiraverdilar. Kim Rasulullohni o'ldi desa chopaman deb turibdilar. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarni chaqirdilar. "Ey odamlar, ya Yuhannas, bu yoqqa kelinglar" dedi. Hamma keldi. Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda jasorat ko'rsatmaganlarda, shunda o'zlarini ushlamaganlarda ummat holi nima bo'lardikin bilmaymiz. Ularga qarab aytdilarki: "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, u zot olamdan o'tdilar. Ammo kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, u Alloh hamisha tirikdir" dedi. Mana bu gapdan keyin odamlar o'ziga keldi. Qur'on oyatlaridan Rasulimiz alayhisolatu vassalam va butun bashariyatni olamdan o'tishligi haqidagi xabarlardagi oyatlarni o'qib Hazrat Umar radhiyallohu anhu da tishlantirdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu gaplardan keyin qo'lidagi qilichini yerga tashladi. Yerga o'tirib oyog'ini boshqara olmay o'tirib qoldi. Voz tortib yig'lab yubordi. Hamma yig'ladi. Qanday ham yig'lamasin azizlar, axir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tdilar. So'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va barcha sahobalar, eng mashhurlari, kattalari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hujralariga kirdilar. Ko'zlarida yosh, qalblari mahzunlik bilan kirdilar. Boshlari qotib qoldilar. Nima qilamiz? Qanday yuvamiz? Qanday kafanlaymiz? Axir Rasululloh bu haqida bizga aytmaganlar. Aytilmagan narsa haqida ilmimiz yo'q. Nima qilamiz deb turdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki: "Men eshitganman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qaysi payg'ambarni joni qayerda olinsa shu yerga dafn qilinadi. Mana shu joyga dafn qilamiz" dedilar. Ammo yuvishlikchi, qanday g'usl qildiramiz? Nahot Rasululloh sollallohu kiyimlarini yechamizmi dedilar. Nima qilamiz? Hammalari o'tirib o'ylanib turuvdi. Ibn Kasirni Al-Hidaya val Bidaya kitobida berishicha, ularni mayin bir uyqu olib qoldida. Shundoq uxlab qolishdi. Birdan ovoz keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qildirilsin degan ovoz keldi. O'zlariga keldilarda, bu Alloh haq azza va jallaning amri ekanligini bilib hammalari yig'ladilar. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qiladigan bo'ldi. Amakilari Abbos radhiyallohu anhu ikki o'g'illari bilan Rasulimizning muborak jasadlarini ko'tarib, u yoqdan bu yoqqa almashtirib turdilar. O'sha holatda Hazrati Ali radhiyallohu anhu yuvib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Shukron degan qullari va Usoma ikkalalari suv quyib turdilar. Hazrati Ali esa qo'llari bilan yuvdilar. Yuvar ekan Hazrati Ali yig'lab turib aytdilarki: "Tiriklikda ham muattar edingiz, mayitingiz ham muattar. Hamma yoqda muattar hidlar tutib ketdi." Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jannat hidlari edi. Yuvib kafanlashganlardan keyin hamma kirib birin-ketin janoza o'qidi.
Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga jamoat bo'lib janoza o'qilmagan. 10tadan kirib har birlari yolg'iz janoza o'qib chiqib ketganlar. Toki hammalari janozalar o'qidilar. Mana shu holat davom etdi. Rasulimiz alayhissalatu vassalam 11-hijriy sananing 12-Rabiul avval kuni dushanba kuni olamdan o'tdilar. Chorshanbaga o'tar kunida. Ba'zi rivoyatlarda esa chorshanba kuni o'sha tunga o'tar kechasida dafn qilingan deydilar. Endi yana bir masala turildi. Qabrlarni qanday qilamiz? Axir bu zot makkaliklar yorma qabr qiladi, madinaliklar lahatli qiladi. Ular aytdilarki, tashqaridan ikkita go'rkovni chaqiramiz. Biri yorma qiladigan, biri lahat qiladigan. Qaysinisi birinchi kelsa shunikini amal qilamiz dedilar. Lahat qiluvchi go'rkov birinchi bo'lib yetib keldi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun qabr kavlandi. Qanday ham og'ir ish edi azizlar bu. Rasululloh uchun qabr kavladilar. Nachora janozadan keyin mana shu lahatga qo'ydilar. Ustiga g'ishtlarni urib, tuproq tashladilar. Bu xonada o'tirgan Oysha onamiz aytadilarki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dafn qilinganini belkuraklar ovozidan, tuproqlar shirillaganidan eshitganmiz deydi. Fatima onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanday qilib ustiga tuproq tashlayapsizlar deb yig'lardilar. Mana shu holatda dafn qilindilar, tuproqlarni tortib bo'ldilar, hamma sahobalar yig'ladilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bütün ummatlarini tashlab shu kuni ketdilar. Muhtaram azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini qisman o'rgandik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohning o'zi kechirsin. Tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizning hayotingizni gapirishlikda kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam, mana uzrimni qabul qiling. Shafoatingizga loyiq qiling. Zero sizni oyog'ingiz ostidagi tuproq bo'lishlikka roziman, lekin nachora o'rganmoq maqsadida gapirdik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohni af qilishini so'raymiz va sizdan uzr so'raymiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu dunyoda Havzi Kavsar bo'yida ummatlaringizni kutib turganda uzoq o'lkada yashagan, O'zbekiston diyorida 14 asr keyin dunyoga kelgan va sizni sevgan, 14 asrdan keyin bo'lsa ham sizni vafotingizga yig'lagan biz ummatingizni ham shafoatingizga olishingizni umid qilib qolamiz. Ushbu mav'izani eshitgan va sizga salovat va salom aytganlarni Allohdan so'rab qolamiz. Robbim hammalarimizni Rasulimiz alayhissalomning muborak ravzalarida turib u zotga assalomu alayka ya Rasululloh deyishlik baxtini nasib qilsin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.